Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanali ko'ruvchi muxlislar. Xush kelibsingiz Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga. Mana bugun kunlardan ham dushanba 2025-yil 10 iyun. Afg'oniston Balx viloyatida Qurbon hayitlari qanday bo'lib o'tadi, Qurbon hayitlarini qanday qilib kezamiz, hammasini inshaalloh birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bizda mana Afg'onistonda bugun 3-Qurbon hayiti kuni. Qurbon hayiti kuni ham barcha musofirdagi akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz Afg'oniston nomidan Qurbon hayitingizni muborakbod etib qolamiz. Mana ko'rganingizdek, mana shunday biz hozir hayit kezgani kelganmiz. Mana shunday qilib hayit kezamiz. Bu qishlog'imizdan 35 kilometr uzoqlikda. Mana shunday mehmonxonalar bezalib qo'yiladi. Har bir xonadonda shunday bir mehmonxona bor. Uzoqdan yaqindan kelib hayit kezib kitishlari uchun mana shunday bezab qo'yadilar. Shunday mehmonxonalar bo'ladi. Kelamiz, hayitingiz muborak bo'lsin deb mana shunday go'sht qo'yiladi, bezalib konfet, shunday shirinliklar, mana shunday qilib hayit kezamiz. Inshaalloh videomiz yoqadi degan umiddamiz. Afg'oniston urf-odat, rasm-rivojlari, to'ylar hammasini inshaalloh birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqsa, videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Bo'lmasam video sizlar bilan birodarlar. Qanday qilib hayit kezamiz, birma-bir ko'ring. Mana Mo'llaminova ham go'shtlardan yemoqda, qaranglar mana. Hayit kezgani keldik, mana shunday qilib hayit kezamiz. Assalomu alaykum. Mudir Saddam Tekkamin. Mana shunday do'stlar, hayitlar ham shunday kezamiz bizlar. Mana hozir jo'ralarim Gulmuhammadbek, Abdullohbek va Azimbek va hamkorim nomi chiqqan mashhur Mo'llamin og'amiz va Murtazoqil jo'ramiz. Mana shunday qilib hayit kezib yuribmiz do'stlar. Kelinglar do'stlar, mana Afg'onistonga sayohatga kelinglar, kezgani kelinglar. Mana bizning urf-odatlarimiz mana shunday do'stlar. Mana shunday qilib 3 kun mana shunday qilib bezanib qo'yiladi dasturxon. Shuni ham bir ko'rsatib o'tay dedim do'stlar. Afg'onistonni rasm-rivoj, urf-odatlari birma-bir inshaalloh ko'rsatib bormoqdamiz. Qurbonlikda pishgan go'sht mana bayramning ham 3-kuni. Bizda bugun bayramning oxirgi kuni. 3 kun mana shunday bayram kezamiz Afg'onistonda. Mana mehmonxonalar ham shunday bo'ladi do'stlar, mana qishloqdagi mehmonxonalar. Hozir shaharga kelganmiz biz, Xayraton shaharga. Mana shunday qilib hayit kezamiz do'stlar. Hayitlari muborak bo'lsin, Nurmamid aka. Xo'sh ko'rdik. Bizlar mana yo'lga chiqdik, mana shunday 3 motosikl mana Nurmuhammad og'amizning mehmonxonasidan chiqdik. Hozir endi boshqa bir jo'ralarni mehmonxonalarga boramiz. Yo'ring unda, ketdik unda jo'ralar. Mana shahar bu yerlari. Mana bizlar yana ham bir mehmonxonaga keldik. Assalomu alaykum Mo'llamin og'a. Va alaykum assalom. Qanday, yaxshimi, tinchmi, tuzukmi, sog'monmi? Ha, Xudoga shukr, yaxshi. Sog'lar yaxshimi? Xudoga shukr. Siz tinchmisiz? Xudoga shukr, alhamdulillah. Hayit kezib yuribmizmi? Ha, hayitga yuribmiz. Mana bu shaharchamizning joylar desa ham bo'laveradi. Xayraton degan shaharning atrofining mahalladoshlari. Mana shu hayitga keldik hozir. Hayitning 2-kuni. Hayitning 3-kuni. Kunlardan ham dushanba. Qancha kun hayit keziladi bu yerda? Bu yerda 3 kun, 4 kun hayit keziladi. Mana shunda devorlar bezatilib qo'yiladi. Mehmonxonalar ham? Ha, mehmonxonalar, qand, go'sht. Qani go'shtdan ham oling unda? Ha, go'sht ham olamiz. Qani oling go'shtlardan. Mana bu yerda go'sht bor ekan Mo'llamin og'a. Oling go'shtdan torting, biz ham olamiz. Mana bu yerda ham Ozimbek bilan Gulmuhammadxon ham go'shtdan olyapti. Yoqimli ishtaha. Mana do'stlar, mehmonxonalar shunday bo'ladi, qaranglar. Bu mehmonxona faqat erkaklar uchun. Bu shunday mehmonxonalar bezalib qo'yiladi. Shunday uzoqdan keladilar, yaqindan keladi. 3 kun mana shunday qilib turish kerak mehmonxonalar do'stlar.
Mana shirinliklar bilan to'lib turish kerak. Mana go'shtdan sho'rba, mana shunday do'stlar.